Assalamu alaykum yurtdoshlar, hurmatli kanallarimiz kuzatuvchilari. Urganch shahar Xalq markazida 87 kvadrat metr 3 xonali kvartira sotuvga chiqdi. 3-etajda joylashgan bo'ladi. El-Xorazmiy shoh ko'chada. Do'stlar, bu tomonimiz aeroport bo'lsa, bu tomonimiz Jaloliddin Manguberdi haykali, yer osti tunneli. Maktab bog'chasi, suv, svet, gazidan muammosi yo'q. Like'larni bosinglar, girib obzorni qilamiz. Qani ketdik do'stlar. Yangi do'stlar, kvartiramizga yetib keldik. Girish eshikli ikkili eshik qo'yilgan ekan. Etajimizda 3 xonadan 3 kvartira bo'ladi. Bismillah deb ichkari qismini tanishamiz. Tak, главный eshiklarimiz утепленный железный eshiklar qo'yilgan, ichkarisidan yog'och eshiklar ham o'rnatilgan bo'ladi do'stlar. Bu girish qismimiz prixожий zonamiz. Bu yerda prixожий mebel, yana bu yerda rakovinamiz, kafellar ham urilgan. Aboydan chiqqan bo'ladi. Patologlardan e'tibor beringlar. Polniy tayyor bir oila yashab o'tirgan kvartira. Yaxshi maqsadlarga ko'ra sotuvga chiqqan. Like'larni bosib beringlar do'stlar, tushuntirib boraveramiz, tushunishib boraveramiz. Tak, bu tomonimizda oshxonamiz, oshxona nega chiqarilgan, verandaga bu yerda zalimiz bo'ladi. Bu yerda spalniyalarimiz, sanuzellar, разделli sanuzellari. Ko'rib turganingizdek, laminat döşelgan bo'ladi. Oshxonadan boshlaymiz. Основной gelin beylarimiz şu ana qarab turadi. Şöyle ko'rsatsin, chiroyli bo'lsa olamiz deb. Bu yerda mana kuxinniy mebellari bor. Shunday chiroyli svetda. Kafel fartuklar, посудомоечный do'stlar. Bu yerda двухконтурный настенный котелlar, yaxshi sifatlisidan reduktor, stabilizatorlar bilan. Bu yerda yana verandamiz do'stlar. 6 metrlik polka tartmalari, bu yerda yana холодильник, o'zlaringizda anjomlaringizni qo'yadigan yer. В общем, 3-etajda yana даже aynalarimiz akvaplastik ramlar bo'lishine qaramasdan reshotkalar bilan qoplangan, jaluzilar ham taqilgan. Bu yerdan kuxinniy mebeli, gaz plita va ichkasi. Do'stlar, olinglar, kelinglar. El-Xorazmiy ko'chada, Urganch shahar Xalq markazida 3 xonali kvartira bo'ladi. Zalimiz. Zal ikkili eshik qo'yilgan bo'ladi bu yerda. Zalda dajina katta gostiyoy mebel qo'yib qo'yibdilar. Bu endi mebellar, jihozlar ketadi do'stlar. Qancha kelishib bilsangiz, olib qolishlaringiz mumkin, lekin shu xonadonimiz egalari aytishi bo'yicha olib ketadilar mebellarni. Yine ajoyib joy. Urganch shahar Xalq markazi. Eshitish tizimlari ham bor bu yerda. Konditsioner bor, u tashlab ketiladi. Patologlar ham ishlangan ekan, mana ajoyib aytibman. Gap yo'q. Aluvchilarga nasib etsin. Like'larni bosib beringlar. El-Xorazmiy ko'chada yine ajoyib 3 xonali kvartira bu yerda. Aboydan chiqib turibdi zalimiz. Tak, girish qismida ben zal bilan, kuxnya bilan tanishdik. Dальше sanuzellar. Bu yerda yuvinish xonamiz, bu yerda hojatxonamiz bo'ladi. Kafellar urilgan, unitazi приятный holatda, va ichkasi ishlab turibdi do'stlar. Bu yerda spalnyamiz. Bu yerda endi shunday bolalar dars tayyorlaydigan yaratib qo'yibdi ekanlar. Kompyuterlarni qo'yib, aluvchilarga nasib etsin, bu yerda yuvinish xonamiz bo'ladi do'stlar. Ariston, даже rakovinasi, kafellar urilgan, vannasi, kir mashin joyi, kafellar, oyoq ostimizda isitish tizimi, polotенце, сушитель. Bu yerda yana bir spalnyamiz do'stlar. Aluvchilarga nasib etsin. Like'larni bosib beringlar, ajoyib xonadan. El-Xorazmiy ko'chada, yo'lning ustida, Urganch shahar Xalq markazida gaz, suv, svetdan muammo yo'q. Salomat bo'ling, narxini ko'rib, shu yozib qo'yamiz. Yana bu nomerlarimizga murojaat etib, kelib savdolashib olaverasizlar. Omon bo'ling. Keyingi jo'klamizda ko'rishguncha xayr. Tutgan ro'zalaringiz qabul olsin. Like bosib o'tirganlar, hammangizga Alloh taolo bir yaxshi uy-joyga bizlarni sababchi qilsin, nasib etsin. Xayr.